Alhamdulillahi robbil alamin. Qabrni ko'rasizlarmi? Bir kun sizlar ham shu yerda bo'lasiz. Bir kun hamma keladigan joyi shu. Alam qiladigan joyi bilasizlar nimaligini? Allohim meni tiriltirgin, men ibodat qilish ko'rsatib qo'yaman. Lekin kech bo'ladi. Kech bo'ladi. Qabrga ahamiyat bersangiz, ikkita tosh turibdi, boshida, oxirida. Ikkita tosh bu ayol kishining qabri. Bitta tosh erkak kishining qabri. Ko'rasizlarmi mana? Oyog'i tepasida bitta qabr bo'lsa, ayol kishining qabri bo'ladi. Bitta tosh qo'yib qo'ygan bo'lsa, erkak kishining qabri bo'ladi. Bularga ahamiyat bersangiz, bizaga o'xshab miramirli qo'yib, otamga bag'ishladim, otamga nabes qurdim, mas, mana yo'q. Voy, o'liklarga nima kerak? O'liklarga nima kerak? Tamom ular.